qo'ygan hammaga. Bugun 6-mo'ykani test qilgani boramiz. Aynan qayerdaligini borganda ko'rsataman, lekin mashina realni chang bo'lib ketdi. Bir 3 haftalar bo'ldi yuvilmaganiga. Keyin bitta ustaga ham borib kelish kerak, xadovoylarini tekshirtirib, cho'ta nito yuribdi. Hatto ularga mashina yomon kirib ketgan. Kam stop, azaldan farlarni almashtirish kerak. Kuyib qo'ygan. Hozir mo'yka borib keyin yoqamadi uni. Sekin mashinaga o'tirib zavat qilish kerak endi buni. Ochkilarni taqib olib, bugun 1-avgust bugun kun normalniy. Sal issiqroq ekan. Bo'lganda sizlar like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar, komment yozib ketinglar. Tezroq mo'yka borib, işte videoni yoqaman. Bratma qo'tdilar. Mo'ykaga ham yetib oldik. iWash degan mo'yka kelgandi. Bilet, lekin mashina ortadigan joyi sal quyosh ekan. Atak mashinani hozir poliglarni tushirib, nomerlarni yechib qo'ydim. Abdushi kirib ketgan lekin. Abdushi so'z yomonidan ekan. Nomerni yechdim, ko'tarib qo'ydim. Buni oxirida belsoz qilamiz endi. Tak, poliglar mana osib qo'yildi. Endi bitta orqasini nomerini yechamiz hadi. Yechib turib, qanchagacha mo'yka qanaqa yaxshimi yo'qmi tekshiramiz. Lekin Ahmet sasirkan bu. Yomon sasirkan. Mayli, sasisa ham chidab turamiz endi qanaqa yuviladi-yu. Oyna ochib qolib ketibdi. Oynani yopamiz. Lekin 3 hafta bo'ldi, ya'ni 1 hafta kutganimda 1 oy bo'lardi yuvilmaganiga. Changi ham chiqib ketgan. Keyin ustaga boramiz. Podveskalarni to'g'latib, cho'tam gaz ballon o'ynab qo'yganga o'xshatdi. Gaz ballonni tekshirtiramiz. Keyin mana zadniy farani, zadniy urganda faralar kuyib qo'ygan kilosi ham mashina almashtirish kerak. Tak, bo'lganda hozir men bitta qani peni urib ko'ruvchi, to'g'riroq aktivniy ximiya birinchi. Bratma qotli. Aktivniy ximiya sepoldim. Cho'ta penaga o'xshatdi, lekin penaga o'xshab sepildi. Hammasiga sepishga ulgurdim. Lekin penaga o'xshab chiqdi-da, 5000 ga mashincha yetkazdim. Qachnaman. Bratga topdi. Issiqda. Aktivniy ximiya hozir endi bitta chay olib turib, orqasidan peni tiqib ishqalamiz deysa, ishqalashga ham gubka yo'q ekan, biladi. Bu yerda gubkasi bor ekan, endi hozir ko'rsataman qanaqaligini. Mana. Buni qilgandan keyin mashina rasos chiqmasa qolmaydi. Mayli, hozir qani kutaylikchi. Pastga nimagadir shoqmayapti. Mana qo'qot. Mayli, hozir bitta sep ko'raylik, ko'ramiz keyin. Chay bo'limi ustini suvi toza, lekin sal qimmatroq ekanmi? Shunga o'xshadi. Chunki 7000, 5000 va yana 12000 yetmadi, короче, chay ishga. Ato normalniy chaylar hozir bitta peni sepgan chayman. Poliglarni javob qo'yaman. Temperatura qattiq endi. Balon yaltiradi lekin. Konkretniy yaltiradi balonni, teglarni ham, hozir teglarni ham bitta beraman. Takoy bo'ldi, hozir bitta yur. Ham esdan chiqib qoldi yurish. Hozir endi yuvamiz. Ketdi davay. Like bosinglar. Bo'ldi, mo'yka ham qilib oldim. Ana narinsi turdim boshida. Birinchisida borsam o'tda klikdan to'la bo'lmas ekan. Naqd pul qolmadi, oxirgi pul. Klikdan to'la bo'lmas ekan, keyin bizga o'tdim. 5000 nomin tiqib, ustini chayib oldim mashina. Polik bitasini yuvdim. Balonlar cho'tki, taglarigacha yuvdim, hozir ko'rsataman tagini. Такой модный, sekin. В принципе, mo'yka normalniy.
Hozir eng oxirgi kolonkaga o'taman-da. Uni kolonkaga eng oxirdagi o'sha yoqqa o'tib, mashinani o'sha tartib olaman, chunki quyoshda hozir maza qochib qoladi artsa. В принципе, aytaman boshdan 5000 aktivniy kiymaga 12000 suvga chayishga ketdi. Undan keyin yana 5000 penaga ketdi. Yana 10000 suvga ketdi. Shunda 32000 bo'ldi. Yo 37000 bo'ldi. O'sha 37000 pul ketdi. Короче, bitta mo'ykaga. Yaxshimi yomonmi yozib ketinglar kommentariyaga. Endi mashinani artib, ichini pilisos qilsak, shu bilan ustiga go bo'ladi. Bo'ldi, mashinani cho'tki qilib artdim. Bu seli bo'ladi. Bratlar sig'dirib ketyapti endi. Mo'ykani minus tomoni suvi sal kirroq ekan. Yuvishim bilan qotib qoldi. Hatto terladi deb faqat qilib artib. Artsa tak normal bo'ladi, biroq mashina yuvotiladi. Tak bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Oxirida aytaman, ichidan ichib qo'yishimga. Birinchi bo'lib turib oxirgi ishlardan biri mashinani pilisos qilamiz. U daraxtga olib qo'yganman. O'shda poliglar turibdi. İşte hozir pilisos qilamiz ichini, shundan ketamiz. Tvoruz signal chaldi, cho'chib ketyapti. Ana, bo'pti. Pilisos qilmadim, pilisosi yaxshi ishlamas ekan, tortmayapti почти. Shunga sekin nomer taqa qoldim, uyda pilisos qilib olaman qo'ygandim. Endi mo'ykaga baho beradigan bo'lsak, 10 dan 6,5 deb, 7 ham emas. Suvi sal g'alatiroq ekan. Hatto yaxshilarish kerak. Ana bratan nito qarab o'tdilar. 10 dan 6,5. Ataki normalniy harakat qilsa. Hozir endi sekin ketamiz lokatsiya. Tushuntirib o'taman. Bu yerda Sobraximdan kelish, Domrod Mustang. Bu yerda ana Krok Yujniga Yoju universiteti bor. Mashdan kelganinglarda chap qo'lda. Domroddan kelganinglarda chap qo'lda, Yujniga kelganinglarda o'ng qo'lda. iWash ana avtomoyka. Keyin saramin kelib ko'ramiz samoykaga. Like bosishni unutmanglar. Podдержка qilib 20 ta like bo'lsa keyingi davomini olaman. Ham poliksiz ketamiz uyga. Like bosishni unutmanglar, to'da massani beryaptilar. Bo'pti jigarlar. Unutmanglar. Rahmat hammaga ko'rganinglar uchun. Ketdim men sekin. Sekin almashtirib olma. Hozir joyiga qotiramiz buni.